Boshladik. 6-variant tahlili. 6-variant 33-35 savollarga diqqat qilamiz. Energiya almashinuvida 2520 gramm glyukoza parchalanadi. 2521 ga bo'lsam, demak umumiy parchalangan glyukoza 14 mol tashkil qilyapti. Chala parchalangani x mol, to'la parchalanganini y mol deb belgilab olaman. Hop, yana ma'lumot beryapti. Sitoplazmada chiqqan sig'ilgan energiyasini va mitoxondriyada ATFda to'plangan energiya 13200 kilojoule bo'lsa deyapti. Endi uni hisoblab oladigan bo'lsak, umumiy mana parchalangan glyukoza chalamiz, to'lamiz jami 14 mol. Sitoplazmadan chiqqani 120x chaladan, 120 y to'ladan. Va endi mitoxondriyada ATFda to'plangani 1440 y. Mana shuni yig'indisi 13200 ga teng. Tenglamani ishlab chiqadigan bo'lsam, x im 6 ga, y im 8 ga tengligini bilsam bo'ladi. Demak, chala parchalangan 6 mol, to'la parchalangan 8 mol. 33-savolda. Chala parchalangan glyukozani glikoliz jarayonida ajralgan sayin chala parchalangan o'zi necha mol? 6 mol. Uni 120 issiqlik chiqadi, ko'paytirsam 720 d. 34. To'la parchalangan glyukozani miqdorini grammda aniqlang. 8 mol degani 180 gramm 1 molning massasi bo'ladi, ko'paytirsam 1440 ga teng bo'ladi. 35-si so'rayapti, chala parchalangan glyukozni hosil qilish uchun xloroplastda sarflangan ATF molekulasini top deyapti. Chala parchalangan 6 mol, 1 mol glyukozni hosil qilishga 18 ATF sarflanadi fotosintezda. Uni ko'paytirib oladigan bo'lsak, 108 ga teng bo'lar ekan deysiz. Shu bilan 33-35 tugaydi. 36-savolga diqqat qilasiz. Juda ham chiroyli savol chiqqan. Xo'p, ma'lumot beryapti. Birinchi va 3-chi DNK molekulasi tarkibida bittadan ekzon va intron bor. Mana birinchi DNK ham, mana 3-chi DNK ham tarkibida ekzon bor, ekzon bor, intron. Ikkinchi DNK tarkibida ekzon bor, lekin umuman intron mavjud emas deyapti. Endi bitta-bitta o'qishni boshlayman. 3-chi DNKdan sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar soni birinchi DNKdan sintezlangan oqsildagi aminokislotlar sonidan 49 taga ko'p deyapti. Men birinchi ekzondan sintezlangan aminokislotani x deb belgilasam, shunda mana 3-chini ekzondan chiqqan peptid x plus 49 ta bo'ladi. Shunda bundan aminokislotaga o'tadigan bo'lsam, 1 qo'shsam x plus 50 bu 3-chini aminokislotasi bo'ladi. Buni sonini 6 ga ko'paytirsam 6x plus 300 imiz bu ekzondagi umumiy nukleotid sonini beradi. Endi ma'lumot. Ikkinchi DNK tarkibidagi ekzon qism birinchidagi intron qismga qaraganda 7 ta ko'proq nukleotidga ega bo'ladi deyapti. Men mana bu intronni y deb belgilasam, mana bu ekzonni y plus 700 deb belgilab olaman. Undan keyingisi 3-chi DNKni intron qismi deyapti, ya'ni mana bu intron qismi birinchi DNKdagi intron qismiga nisbatan 2,5 barobar uzun. O'zi mana bu y bo'lsa, demak mana uning uzunligi qanchaga teng bo'ladi? Ya'ni nukleotid soni qanchaga teng bo'ladi desa, 2,5 y ga teng bo'ladi degan. Va uchala DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar orasidagi peptid bog'lar soni 397 ta. Endi qarang. Biz bitta DNKdan ishlaganimizda peptid bog'iga 1 qo'shib bersak, aminokislotalar soniga o'tardik. Bu yerda ekzon nechta? Bitta, ikkita, 3 ta ekzondan 3 ta oqsil sintezlangan. Har birida bittadan kam bo'lganda 3 qo'shib beradigan bo'lsak, bu yerda 400 ta aminokislota bo'lgan. Uni sonini 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, uchala DNKdagi ekzonlarda jami 2400 ta nukleotid borligi ma'lum bo'ladi. 2400 nima? Mana undagi ekzon mana. Ya'ni nechta 6x ta. Mana bu ekzonimiz nechta edi desa, mana y plus 700 ta. Mana bu ekzonimiz 6x plus 300 ta nechaga esa 2400 ga teng bo'lyapti. Buni ozgina qisqartiradigan bo'lsak, 12x plus y teng nechaga 1400 ga degan ifodani beryapti. Endi qarab turing, mana shu yerdan y ni topib ketish mumkin. Ma'lumotdan foydalanaman. Oxirgi jumla. Ikkinchi DNK tarkibidagi nukleotid, ya'ni mana ikkinchi DNK tarkibidagi nukleotid o'zi sintezlagan oqsildagi aminokislotlar sonidan 750 ta ko'p ekanligi ma'lum bo'lsa deyapti. Men endi bu yerda boshimga qotirib o'tirmayman, eng oson variantdan ketaman. Aytaylik, taxminiy DNKda 600 ta nukleotid bor. Uni 6 ga bo'ladigan bo'lsam, bu aminokislotlar soni bo'ladi. Shunda ikkalasining o'rtasidagi farq 500 bo'ladi. Ya'ni 500 taga farq qilgan holatda bu DNKda 600 ta nukleotid bor. Bizda mana bu ikkinchi DNKdagi farqni 750 berganda qancha bo'lardi desa, demak 900 chiqyapti. Bu degani mana bu ikkinchi DNKda jami 900 ta nukleotid bor ekan. Y plus 700 imiz 900 ga teng ekan. Demak y nechiga teng ekan desa, 200 ga teng ekan degan. Bo'ldi, hammasi ma'lum. Endi mana y ni o'rniga 200 olib kelib qo'yib, tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x imizni ham topib olishimiz mumkin. U 100 ga teng bo'ladi. Endi so'rovga qarang.
Xo'p, 3-chi DNKning introni deyapti. 2-chi DNKning egzonidan nechta nukleotidga farq qiladi? 3-chining introni qanaqa edi? 2,5 Y belgilagan edim. Bizda Y'imiz 200 chiqdi. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak, bu 500 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi nimadan? 2-chi DNKning egzoni nechta edi? 900 edi. Demak, 900 dan 500 ayirib qo'ysam, farqi 400 tani beradi degan. 37-savolni o'qiymiz. A geni yurak parogida nuqson bo'larkan, B geni esa anaxomiya kasalligi bo'lib, tirnoqlarda nuqson bo'lishi bilan xarakterlanadi. D geni esa distrofiya bo'lib, barcha gen alohida avtosomada dominant tarzda seziladi. Va ularning nimasi bor? Penetrantligi mavjud ekan. Xo'p. Aytyapti, otasida yurak parogi bo'lgan deyapti. Yurak parogi bo'lishi uchun katta asi bo'lishi kerak. Tirnoqlarida nuqsonlar va yurak parogi bo'yicha ko'rsatib bo'lib, hamma kasallik bor ekan. Demak, bunda katta B, katta D ham bor. Bu ota bo'lyapti. Mana shu ota deyapti. Ota onasini avlodlarida esa bu belgilar kuzatilmagan deyapti. Onasini avlodlarida bu belgi umuman kuzatilmagan. Ammo o'zi bu belgilar bo'lgan qiz dedi. Endi qarang. Otada bor, onada yo'q. Demak, qiz qanaqa holatda bo'lgansa, mana bu joyda mana trigeterozigotali qiz dunyoga kelgan. Mana shu qiz bilan qarang. Otasi yurak porogi bo'yicha sog'lom bo'lgan deyapti, ya'ni kichkina tushgan. Tirnoqlarida nuqson bo'lgan dedi, mana katta B. Va ko'z distrofiyasi bo'lgan dedi, mana katta deylik. Onasining tirnoqlari normal va ko'z distrofiyasi kuzatilmagan deganligidan bilib olishim mumkin. Buni qanaqaligini onadan mana kichkina B bilan kichkina D ni olganligini. Va shularni o'zaro chalishtirib qo'ysak bo'ldi. Endi so'ralayotgan narsa bor yana bu yerda. Hop, A va B geni bo'yicha kasal, D geni bo'yicha sog'lom bo'lsin degani A va B ni dominantini ol, D ni faqat kichkinasini ol degan. Demak, hisoblaydigan bo'lsam, katta nechta chiqyapti? 2 taning ichida bitta bor. Katta B mana bu joyda 3 ta bor, kichkina D 4 taning ichida faqat bitta bor. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 3 taqsim 32 ko'paygan yutsak 9,375% ga teng bo'lar edi agar penetrantlik bo'lmaganda. Lekin bizda nima bor? Penetrantlik bor. A da penetrantlik qancha edi? 40%. B dagi penetrantlik qancha edi esa 100%, ya'ni 1 ga teng edi. 1 degani uni ko'paytirsak raqam o'zgarmaydi, shuning uchun buni yozganim yo'q. Demak, 9,375 da A geni bo'yicha ko'paytirib qo'ysak 0,4, shunda 3,75% ni tashkil qiladi. 38-savol. Noma'lum ikkita organizm somatik hujayrasiga jami xromosomal yig'indisi 104 ta ekan. Demak, qarang mana. A organizm dedim, B organizm dedim. Ularni 2 n to'plami bilan n to'plamini belgilasam, mana bu A nikini 2x desam, n x ga teng bo'ladi. Bunikini 2y desam, mana uni n to'plami y ga teng bo'ladi. Endi buni hisoblaymiz. 2x + 2y nechaga teng ekansa, 104 ga teng bo'ladi. Va aytyapti. Birinchi organizmning zigotasi 3 marta meridional bo'lindi deyapti. 3 marta meridional bo'linganda jami nechta hujayra hosil bo'ladi desa, 16 ta hosil bo'ladi. Shundagi ikkinchi organizm esa 3 marta ekvatorial bo'linganda unda 128 ta blastomer hosil bo'lgan. Va bu blastomerlardagi ikkala organizmni umumiy xromosoma soni deyapti. Endi biz bilamiz, zigot 2n bo'ladi, undan hosil bo'lgan blastomer ham 2n ga teng bo'ladi. Shuning uchun mana bu 16 da jami nechta xromosoma bor esa, n dan hisoblaganda 32n xromosoma, ya'ni 32x ga teng bo'ladi. Buni ustida nechta? 128 ko'paygan ekan, 256 y. Buni hisoblaydigan bo'lsak, y'imiz 6, x'imiz 46 ga teng bo'lyapti. So'roq. Xo'p. Ikkala organizm somatik hujayrasidagi xromosomalarni nimasini toping, nisbatini toping deyapti. Demak, bu yerda biz nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsa, ikkalasini nisbatini topib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 46 ni 6 ga bo'lgan nimasini nisbatini. Faqat qarang, somatik hujayra deyapti. Bu y bilan x bu hozir teng yarmi. Mana 46 ni 2 ga ko'paytirsam, A ni somatik hujayrasi 2 ni 92 ga. Mana bu B organizmni 2 ni to'plami esa 12 ga teng bo'ladi. 92 ni 12 ga bo'lib o'radigan bo'lsak, 7,6 ga 1 nisbat bo'ladi. Biz bilamiz, nisbat bunaqa holatda bo'lishi mumkin emas, ya'ni butun holatda emas. Yaxlit holatga tuzmoqchi bo'lsak, buni 2x ga ko'paytirsak 7,6 23 ga aylanadi. Mana 3 ga ko'paytirsak deganim 7,6 23 bo'ladi. Mana uni ko'paytirsak shunda 23 ga 3 nisbat degan to'g'ri javob bo'la oladi. 39-savol. Qiyin emas. Berilgan ma'lumotlarni o'qiymiz. A va B, C va D hujayrasi energiya almashishini o'rganildi. Jarayonda A hujayrada mitoxondriyasi hosil bo'lgan suv B hujayraning glikoliz negativdan 12 marta ko'p ekan. Belgilash kiritadigan bo'lsam, mana A hujayraning chalasi, ya'ni nimasi hosil bo'lgan suvi, ya'ni 42 Y
Ikkinchi hujayra, ya'ni B hujayrani nimasi sitoplazmasi deganligi uchun mana bu yerda to'g'ridan-to'g'ri chala va to'laga ajratib o'tirmadik. Ya'ni to'ppa-to'g'ri 2B ga o'tib qo'ysam bo'laveradi, chunki hammasi parchalanib ketaveradi. Ya'ni 2B'dan 12 marta ko'paygan. Ishlaydigan bo'lsa 24B'miz 42 Y ga teng bo'ladi. Keyingisi. Bo'rsuq hujayrasida umumiy parchalangan glyukoza massasi deyapti. Bo'rsuq hujayrasida umumiy parchalangan glyukozani massasi deyapti. Ya'ni hammasi kuropatka hujayrasida parchalangan glyukoza massasidan deyapti. Ya'ni C va D'dan. A va B'miz yig'indisi C va D'miz yig'indisidan 1,5 marta kam ekan, ko'p ekan. Shunda buni ishlab qo'yadigan bo'lsak, mana bu holatga kelib qolyapti. Nimaga? Mana bu joyini qarang, mana A bilan B ni yig'indisi degan joyiga nimani qo'yapmiz? 2x bilan 2y ni qo'yamiz. U qayerdan kelib chiqadi? Mana bu joydan kelib chiqadi. Tenglamani qarab turing. Xo'p, mana D hujayra chala to'la parchalangan glyukoza massasi tegishli ravishda 1,3 ga bo'lgan hal qo'layliga. Chala va to'la parchalangan glyukozamiz 1 ga 3 ekan. Mana 1 ga 3 holatda belgilab olyapmiz. Qani? D hujayra chala to'la parchalangan 3 ga 1 holatda mana belgilab oldik. Umumiy D beradigan bo'lsa mana 3 0,75 D ga, qolgan biri 0,25 D ga teng bo'lyapti. Undan keyin C hujayrada chala parchalangan glyukoza to'la parchalangan glyukozadan 3 mo'lga ko'p ekan. Demak, mana undagi to'la parchalangan M belgilasam, C'dagi chala parchalangan M plus 3 ga teng bo'ladi. C hujayrada endi davomini qarab turing. C hujayrada chala parchalangan glyukozadan hosil bo'lgan ATF D hujayrada to'la parchalangan ATFdan qancha ekan? 94 molga kam bo'ladi deyapti. Bunisini hisoblab qo'yish mumkin. Asli shart emas, kerak emas degan bo'laveradi. Xo'p, qarab turing, mayli, hisoblab qo'yamiz. C'dagi chaladan chiqqan ATF deyapti. C'dagi chalamiz M plus 3 midi? 2 ta ATF chiqadi, 2 ga ko'paytirsak 2M plus 6 ga teng bo'ladi. Undan to'la parchalangan 94 mol ekan degani uchun mana 94 ni qo'shib beryapman. Shunda nimaga teng bo'lyapti desa, qani? D hujayradagi ATF ga. D hujayrani to'lasini ATF, mana D ni to'lasi 0,75 edi. 0,75 38 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu kelib chiqadi. Ya'ni 28,5 D kelib chiqadi. Shunda bu ifodani ozgina soddalashtiradigan bo'lsak, 33 D imiz nimaga teng bo'ladi desa, 44 X ga teng bo'ladi deysiz. Endi buni oddiy yana soddalashtiradigan bo'lsak, yana maydalaymiz. Ya'ni 4,5 D imiz nechaga teng? 6X ga teng bo'ladi. Endi mana bu yerdagi ifodalardan foydalanib tenglamani ishlaydigan bo'lsak, tenglamamizda mana bu qism kelib chiqadi. Mana haligi 12 ni mana bu qismda ishlasak bo'ladi. Shunda so'ralayotgan narsa mana x'imiz 3, y'imiz 4 ga teng bo'lib chiqyapti. So'roq. Oxirida so'rayapti bizdan. A hujayrada umumiy parchalangan glyukoza sintezi o'simlik va fotosintezda qancha ATF sarflagan? A hujayrada chala parchalangan X, to'la parchalanganni Y deb belgilab o'rgandik. X'imiz 3 molga, Y'imiz 4 molga, ikkisini qo'shadigan bo'lsak, yig'indi 7 mol. 1 mol glyukozani sintezlashga 18 ATF ketadi. Shuning uchun bunimiz 126 ga teng bo'ladi. 40-savol. Qo'yib beryapti. Xo'p, birinchi holat uzunlik 27,5 sm ga teng ekan. A geni, bu yerda dominant A geni 3 ta ekan, resessiv gen 1 ta ekan. Shuning uchun formula tuzaman. 3x dominanti, y'larimiz resessiv gen 27,5 ga teng. Keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, unda dominant gen 1 ta bo'lgan, resessiv gen 3 ta bo'lgan, yig'indisi 22,5. Bundan y bilan x hisoblaydigan bo'lsak 5 ga 7,5. Ya'ni resessiv genimiz 5 sm dan, dominant genimiz 7,5 sm dan tashkil qilyapti. Keyin undan tashqari yana boshqa genimiz bor, B geni ham bor ekan. Polimer gen ta'sirida rivojlanadi. Shu ujuzomiyaga kelishda to'q rang, xullas ranglarni belgilab qo'yibdi. Hammasiga e'tibor bersak, kumulyativ polimer deb bunisi. Mana unda ham kumulyativ polimer bo'lib, dominant gen soni ikkalasi ham kumulyativ. Endi oxirini o'qiymiz. Tajribada 30 santimetrlik quloqqa ega dedi. 30 santimetrlik quloqqa ega bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak desa, mana x dan ikkitasini olsak, 7,5 ga 7,5 15 bo'ladi. Hop, keyin bu 15 mana 30 bo'lishi uchun yana 15 yetmayapti. Demak, bu yerda nechta dominant gen bo'lishi kerak desa, 4 ta dominant gen bo'lishi kerak. Kimga chatishtirilyapti desa, o'zaro chashtirildi va olingan F1 avlod yung rangi to'q havorang bo'lib chiqdi deyapti.
Endi bu to'q havorang bo'lib chiqishi uchun qanaqa bo'lishi kerak avlod desa, to'q havorang bo'lishi uchun qani 4 ta dominant gen bo'lishi kerak ekan. 4 ta dominant gen. To'q havorang bo'lib chiqdi. To'q havorang deganlik uchun mana faqat mana uni yozib olyapman. Ya'ni ota-onadagi belgi beti shart emas. Ya'ni to'q havorang deganlik uchun mana 4 ta genni yozsam bo'laveradi. Lekin mana undan chiqadigan nimasi muhim? Nimaga aynan ota-onani mana A genini beryapti desa, mana uni uzunligini topib olish uchun. Shunda buni uzunligi mana bu bitta gameta, bu bitta gameta beradi. Shunda bu yerdan nima hosil bo'ladi desa, D heterozigota hosil bo'ladi faqat A geni bo'yicha. B geni bo'yicha to'q havorang bo'lishi uchun mana undan belgilab olsak bo'laveradi. Endi qarab turing. Xo'p. Olingan avlod yungi rangi to'q havorang bo'lib, 3-geni nima bo'lgan deyapti? Gomo zigotali bo'lgan. Mana 3-geni gomo zigota, qolganini heterozigota belgilasangiz bo'laveradi. Shunda F1 avlod mana ikkinchi organizm ajrashtirilgan beradi. 20 santimetrli, bittasi 30 santimetrli bo'lgan. Keyingisi 20 santimetrli bo'ladi. Qolgan geni narginisi bilan bir xil holatda bo'ladimi? Yo'q. Ajrashtirildi, heterozigotali. 3-geni bo'yicha gomo zigota, bittasi heterozigota bo'lishi kerak ekan. Demak, mana bu kim ekansa, bu ajrashtirilayotgan urg'ochi quyon ekan. Bizni so'rayapti. Xo'p, 448 ta quyonchalar olingan. Olingan avlodda nechta quyonchaning quloq uzunligi qanchaga? 22,5 santimetrga teng bo'ladi. 22,5 ga teng bo'lishi uchun unda bitta katta A va qolgani resessiv gen bo'lishi kerak. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak, mana birinchisida bizga bitta dominant gen kerak xolos. Mana bundan dominant genni oladigan bo'lsam 1/2, mana bundan dominant genni oladigan bo'lsam, ya'ni mana bu bilan mana buni ola olaman xolos. Nimaga buni ola olmayman desa, bunda ikkita dominant gen bor, bizga ikkita emas, faqat bitta kerak. Endi mana uni ola olamanmi? Mana uni olsam buni ola olmayman. Shuning uchun bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu bilan buni kategoriyasi ikkita bo'lib qoladi. Demak, ehtimollik faqat mana bu bilan bu. 1/2, 1/2. Buni B-ni 1 yashashda jami 2 individ, bundan jami 4 individ, mana bundan jami 2 ta individ. Hisoblasak 16/64 ga teng bo'ladi. 64 dan 16 ta 448 ta darajasiga teng esa 112 taga teng bo'ladi.